21-24-oy. Kichkintoyingiz 2 yoshga yaqinlashmoqda. Bu kashfiyot, mustaqillik va shaxsiyat shakllanadigan davr. 21-24 oylar oralig'ida bolangizni til, muammolarni yechish va ijtimoiy munosabatlarda tez rivojlanishini kuzatasiz. Bu yoshda kichkintoylar atrofdagi barcha narsalarni ushlab ko'rish, tepaga chiqish va sinab ko'rishni istaydigan kichik izlanuvchilarga aylanadi. Bu vaqt ota-onalar uchun mashaqqatli bo'lishi mumkin. Ammo ayni paytda farzandingiz atigi 2 yil ichida qanchalik ko'p narsani o'rganganini ko'rsatadigan ajoyib imkoniyatdir. Shifokorlar rivojlanish bosqichlarini tekshirish orqali farzandingiz kutilganidek rivojlanayotganliklarini tekshirishlari mumkin. Shuni esda tutingki, har bir go'dak o'z sur'atida rivojlanadi. Ba'zi ko'nikmalar ertaroq, boshqalari esa keyinroq shakllanishi mumkin. Muddatidan oldin tug'ilgan bolalar ko'pincha tengdoshlariga nisbatan rivojlanish bosqichlariga kechroq yetib keladi. Bu normal holat hisoblanadi. Agar farzandingizni o'sishi yoki rivojlanishi haqida xavotiringiz bo'lsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. 21-24 oylik bolangiz nimalar qila oladi? Kichkintoyingiz endi harakatlanish, muvozanatni saqlashda o'ziga ko'proq ishonadi. Bu vaqtga kelib, siz farzandingizda quyidagilarni ko'rishingiz mumkin. Yugurishida barqarorlik muvozanati sezilarli darajada oshgan bo'ladi. Zinalardan yordam bilan yoki panjaradan ushlab ko'tarilib tushadi. To'pni aniq mo'ljallab tepishi yoki uloqtirishi mumkin. Odatda 4-6 ta yoki undan ko'p kubiklarni taxlash va oddiy qurilish o'yinlaridan zavqlana boshlaydi. Qoshiq va piyolani mustaqilroq ishlatish, ammo to'kishlari hali ham uchrab turadi. Rangli qalam bilan oddiy chiziqlar yoki doiralar chizishni boshlaydi. Qo'l afzalligini dastlabki belgilarini ko'rsatish. O'ng yoki chap qo'llilik. 21-24 oylik bolangiz nimalarni gapira oladi? 2 yoshdan boshlab til qobiliyatlarining rivojlanishi keskin ilgarilab ketadi. 2 yoshga to'lganda ko'pchilik bolalar 50 yoki undan ko'p so'zlarni aytish va tez orada yangilarni o'rganish, sut istamayman yoki tashqariga chiqamiz kabi 2-3 ta so'zni qisqa jumlalarga birlashtirish, tanish odamlar va narsalar uchun nomlardan foydalanish, oddiy savollar berish, ayrim hollarda so'zlarga savol ohangini berishlari ham mumkin. Yana suhbatdan eshitgan so'z va iboralarni takrorlash. 21-24 oylik bolangiz nimalarni tushuna oladi? Bu yoshdagi bolalar aytishga qodir bo'lganidan ko'ra ancha ko'p narsani tushunadi. Ular ko'pincha poyabzalingizni oling va ularni eshik oldiga qo'ying kabi 2 bosqichli ko'rsatmalarni bajaring. Jismoniy o'sish. O'rtacha hisobda bu bosqichda kichkintoylar oyiga 200-250 gram atrofda vazn to'playdi. Bo'yiga 1 oyda taxminan 1 santimetrga o'sadi. Bosh aylanasining o'sishi yanada sekinlashib, oyiga atigi 0,1-0,2 santimetrga oshadi. 2 yoshga to'lganida ko'pchilik bolalarning vazni 10-13 kilogram, bo'yi esa 80-90 santimetr atrofida bo'ladi. Nimalarga e'tibor berish kerak? Agar kichkintoyingizda 2 yoshga to'lganda quyidagi holatlar kuzatilsa, shifokoringiz bilan maslahatlashing. Barqaror yura olmasa, so'z boyligi 20 tadan kam bo'lsa, 2 so'zli gaplarni ishlatmasa, boshqalar bilan o'ynashga yoki harakatlarni takrorlashga qiziqish bildirmasa, oddiy ko'rsatmalarga amal qilmasa. Ota-onalarga maslahatlar. Har kuni kitob o'qib bering. Kichkintoyingizni kitobdagi narsalarni ko'rsatib, nomini aytishga undang. Xotira va nutqni rivojlantirish uchun qo'shiqlar va bolalar she'rlarini kuylang. Energiyasini sarflashi uchun xavfsiz tirmashish va yugurish imkoniyatlarini yarating. Qo'g'irchoqlar, mashinalar yoki kiyim-kechaklar bilan o'ynaladigan rolli o'yinlarni rag'batlantiring. Mustaqillikni qo'llab-quvvatlash uchun ularga o'zi ovqatlanish va kichik tanlovlar qilish imkonini bering. Kuchli his-tuyg'ularga sabrli bo'ling. Nutq ko'nikmalari rivojlanayotganda achchiqlanish odatiy hol. 24 oylikka kelib, farzandingizni shaxsiyati va qobiliyatlari birinchi tug'ilgan kunidan buyon 2 barobar o'sadi. Ular har qachongidan ham mustaqil, ifodali va qiziquvchan bo'lib, oldinda turgan qiziqarli davrga tayyorlanmoqdalar.